Assalomu alaykum, haqiqiy YouTube ishqibozlari, qo'y ishqibozlari. Sovg'alarimiz yetib keldi. 10 dona bir pochka tozasidan suyayligidan olaman deganlar uchun mana bo'ylari 90 chiqib qoladi ekanlar. Hammasi. Xudo xolasa 85 plus 90 chiqadigan qo'ylar ekanlar mana. Naq bo'g'oz variantidan qo'ylarga baho beringlar ekanlar, suyagiga ham. Hammasi baquvvat narsalar, xudo xolasa. Kim olsa ham baraka topadigan. Tishlari 4 tish, 6 tish ekanlar mana. Naq bo'g'oz varianti, yosh varianti, suyakli variantida ekanlar mana. Aloqaga bo'laverasizlar, xudo xolasa. Soni cheklangan, o'zi 10 dona. Yaqin bo'g'ozlari, xudo xolasa. Hammasi naq bo'g'oz, 100% bo'g'oz varianti ekanlar. Suyagiga baho beringlar qo'yiladi. Mashalloh. Hamma suyayli narsalar bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Manzil Namangan viloyati, Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida turibdi akalar. Narxiga keladigan bo'lsak, bularni 7 million 200 ming so'mdan, 7 million 200 ming so'mdan Toshkentgacha dostavka qilib chiqarib beramiz akalar. Qo'ylarga baho beringlar, mashalloh. Udorlaridan xudo xolasa 6 ta sariq, 4 ta qora. 10 ta bir pochka akalar. Jonivorlarga baho beringlar. Xotirjam aloqaga chiqaverasizlar. Ko'proq olaman deganlarga yana bor. Bulardan kichikroqlari bor, 5 million, 6 millionlar. Ulardan ham tashlab beramiz ekan. Olsalarga. Aloqaga chiqaverasizlar ekan. Xudo xolasa qo'ylar udor. 25 ta. 25 ta sog'liqdi. Guli, 2 tish, 4 tish, 6 tish variant. Naq bo'g'oz joyidan akalar. Mana 25 ta. Tozasi jonivorlar. Kim olsa ham maza qiladigan qo'ylar bizga. O'tja. Boshtiranglar yo'ldan. Og'abey qaytar. Qaytar uka. Jonivor tozalarini qaranglar, qo'yiladi. Tozaligini.